Metro Turkistonning oldida 3 xonali kvartiramiz chiqdi. Hamma xonalar razdelniy 72 kvadrat, polniy summasini ipotekaga ham olsanglar bo'ladi. 5 etajli binoni 4-etajda joylashgan. Bu yerda ko'rib turibsizlar, kattagina zalimiz, balkonimiz 2 metrga 6 metr, yarmini zalga qo'shib, juda ham chiroyli bitta xona qilib qo'yishgan. Endi zalimizdan koridorimizga chiqamiz. Bu yerda prixojniy zonamiz, kattagina garderobniy shkaf qo'yib qo'yilgan. Chap qo'limizda bo'lsa sanuzolimiz keladi. Birinchi bo'lib hojatxona, yonida alohida hammomimiz joylashgan. To'g'rida bo'lsa oshxonamiz keladi. Oshxonamizga balkonni yarmini qo'shib berishgan ekan. O'tirib ovqatlanadigan joy ham, balkon ham alohida bo'lgan. Endi bu yerda koridorimizda детский spalniyamiz joylashgan chap qo'limda. Bu yerda bo'lsa родительский kattagina spalniyamizni ko'rib turibsizlar, hamma narsa bemalol sig'ib ketadi. Sredniy состояние bemalol kirib yashasanglar bo'ladi kvartiramizda. Narxi bo'lsa $72 000, sunnatiga kelishtirib beradigan joyi bor ekan.